Madaniyat millatning ruhiy qiyofasi, uning tarixiy xotirasi va kelajak sari yo'lini belgilab beruvchi muhim omildir. Shu borada Madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan Chirchiq shahridagi Kimyogarlar madaniyat saroyida soha vakillari uchun tantanali bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbirda viloyat rahbariyati, jamoatchilik vakillari, taniqli ijodkorlar, san'at ustalari va yosh iste'dod egalari jam bo'ldi. Jarayon davomida Zoir Mirzayev madaniyatning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni, milliy merosni asrash va uni keng targ'ib etish masalalariga alohida to'xtaldi. Madaniyat saroyimiz bu yil bitkazamiz, mana 1000 o'rinli madaniyat saroyi birgalashib hammasini bir mujassam etgan holda respublika yagona, ya'ni madaniyat saroyi sahnasi teatr sahnasiga moslashtirilgan. Milliy teatr sahnasi qanaqa bo'lsa, shunday qilish biz kecha topshiriq oldik. Endi teatr truppasini shakllantirib boshlashimiz kerak. Bu yerda shakllangan mana shu maqom ansamblini tiklanganligi, albatta filarmoniyani tiklanishi, filarmoniyani Mamman degan xalqlar do'stligi saroyida 4,5 ming odamga konsert berganligi, bundan bir quvondik, e'tiroflarni eshitdik. Azaldan mana shu madaniyatni, san'atni ko'ngliga sig'dira olgan insonlar yashaydigan yurtda rivojlanish ham, o'zgarish ham hammasi bor. Madaniyat va san'at xodimlari uchun juda unutilmas kun bo'ldi. O'zi bu xodimlar kuni tashkil etilganiga menimcha taxminan 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri madaniyat va san'at xodimlari hammasi mana shunday chiroyli bir yutuqlarga erishishni tarafdori bo'lyapti, intilyapti shu yutuqlarga. Menimcha bu madaniyat va san'at xodimlari kunini tashkil etish madaniyat va san'at xodimlari uchun katta bir tramplin bo'ldi. Men teatrdan dars beraman. Teatr bolalarni, umuman butun avlodni, butun kelajakni yaxshilikka chorlaydi. Shuning uchun teatrga mehrimizni berdik, jonimizni berdik teatrga. Qarab turibsizki, bugun mana shu yutuqlarga erishishimizga ham o'zimizning kasbimiz sabab bo'ldi. Albatta bu yutuqlar bizga oldimizga ulkan vazifa yuklaydi. Yana ham o'zimizning sohamizda kuchliroq bir bilim o'quvchilarga bilim berishga, ularni doimo qo'llab-quvvatlashga va'da beramiz, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlaymiz. Tadbirda ko'p yillik samarali faoliyati bilan ajralib turgan bir guruh soha vakillari munosib rag'batlantirildi. Shuningdek, 50 nafar san'at fidokoriga Xorazm viloyatiga sayohat yo'llanmalari topshirilib, ularning mehnati alohida e'tirof etildi. Bolalar musiqa san'at maktabida ta'lim olayotgan bolalarimizni har sohaga, musiqa, san'at yo'nalishlarida alohida bir yo'nalishlar joriy etildi. Askiyachilik, qiziqchilik, baxshilik san'atlari, ular o'zgacha bir bolalarimiz mana shu milliy madaniyatimiz, ya'ni nomoddiy madaniy meroslarimiz saqlanib qolishiga o'zlarini bir qanchalik bir hissalarini qo'shganini biz yaqqol misoli bo'lib turibdi. Hozir biz esa ana shunday bir berilgan topshiriqlardan, chiqargan qarorlardan unumli foydalanishimiz kerak va o'z o'rnida yoshlarimizga imkoniyatlar yaratib berishimiz kerak. Tantana badiiy chiqishlar bilan davom etdi. Sahna uzra yangragan kuy-qo'shiqlar, milliy va zamonaviy raqslar, sahna ko'rinishlari yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Ta'kidlash joiz, mazkur bayram yana bir bor madaniyat va san'at inson qalbini yuksaltiruvchi, jamiyatni birlashtiruvchi beqiyos kuch ekanini namoyon etdi.